Ba'say muhimmi, vijdonmi? Bugun Chapada açılgan samimiy talla bozoriga berib, narsa kerak setib olish uchun alaydan do'stimni yo'l boshlatqizib, talla bozoriga yetib keldim. Necha vaqtdan beri bu Uyg'ur talla bozorida ochiq suv, qizilmuch qiyami, purchaq o'ytmisi, gulqand, non, hatto sangzlag'icha biz yeb odatlangan narsalarning borligini ko'p anglagan edim. Ziyoda qo'sqim amroq bo'g'ashqa aram bir kelganda ko'proq narsa setib olay deb do'konning hamma yeri ko'z yugurtib chiqdim. Haqiqatan bor imkoniyat bilan to'liqlangan Uyg'ur yemaklik, xuruj ko'ktatlarni ko'rib jinim yayrab ketdi. Tuyuqsiz tonlatqudagi atvarlanib ayrim-ayrim o'rab qo'yilgan kuda, ya'ni karabshi, ba'say, ya'ni yesvilar qatorliqlarga ko'zim tushdi. O'tgan qatim Zaytun burnidimi bu xil Turkiyada yo'q ko'ktatlarni ko'rib hayron qolib, kelish manbasini so'rag'animda hammaylar bilmaymiz deb javob bergan edi. Men qayil bo'lmay bu ko'ktatlarning kelish manbasiga diqqat qilishga boshladim. Bildimki, bu Turkiya bilan Xitoyning cho'ng tijorat turlarining biri bo'lib, 500 dan ortiq Xitoy hukumati tomonidan avatilgan Xitoy dehqonlari Baylikduzi, Adirna qatorliq joylarda teriqchilik bilan shug'ullanayotgan edi. Bu ko'ktatlarni top setish bozoriga o'tkazib, oxirida bizning iste'molimizga yetib kelgan edi. To'xtamay, musulmonlik da'vosi, millat da'vosi, vatan da'vosi qilayotgan biz, razil dushmanlarimiz terayotgan ko'ktatlarni yeb, ularning bu yerda yashashiga hass qo'shayotgan Xitoyning cho'ng bir savdo turini Turkiyada bosh ko'targizgan edik. Bizning yomon nafsimiz oldida vijdonimiz ishga yaramagan bo'lib, bu ko'ktatlarning kelish manbasini surishti qilg'izmayli yigizvatgan. Bu savdo tusini olgan siyosiy suiqasd bilan Xitoy bizni ajoyib kulkilik bir o'ringa tushirib qo'ygan edi. Ajiba, biz aqlimizni va g'ururimizni vatanga qoldirib, bu yerga abgatinimiz bilan o't nafsimizni ko'tarib kelgandaklar. Necha vaqtdan beri pig'onimni o'riltib kelgan Jusay va Basay vaqasi bugun bu yerda patladi. Uyg'ur bo'lgani uchun tabassum qilib, chiroyli salomim bilan kirgan abdimni darhol o'zgartib, qo'limdagi karabshini darhol joyiga otdimda o'ngib hurpaydim. Ammayma, Xitoyga munosabatlik, Xitoyga aloqador hech qanday narsani ammayma. Xo'jayin apandim sal ho'diqdi. Kelish manbasini bildigan yoki bilmaydiganligini so'radim. Küdü bilan tasma purchaqni mush yerda Uyg'urlarning terayotganligini, lekin karabchi bilan yesvilakni top setish bozorini ekildiganligini, asli manbasini bilmaydiganligini deb qizirib ketdi. Mening abdimga qarab yon tarafdan bir akamiz arig'i tushdi. Men ko'ktatlarning kelish manbasini, meni, bizni alvatanimizdan ayirgan, jinim anamdan ayirgan, jinim atamdan ayirgan, beliqni suvdan, tirnoqni atdan ayirgan shu Xitoylarning terayotganini bizning bala nafsimizning Turkiyadagi nurg'un Xitoyni, qarindoshlarimizni, do'st yorlarimizni qamayotgan, qirayotgan, shu Xitoylarni beqiyotganini g'azab bilan tushundirdim. Xo'jayin va do'kondagi bir necha akamiz bekla o'ng'aysizlandi. Darhol Xitoy mollarini boyqut qildiganligi haqida darhol ifoda bildirdi ham takror uzr etdi. Men keraklik narsalarni elib xo'shlashib eshikdan chiqay deb turishimga xo'jayin ukam to'xtasla deb chaqirib qoldi. Qo'lida bizning bayroq iznigimiz turibdi. Ukam, buni sizlarga sovg'a qilay. Men vatanparvar, millatparvar odamlarni bek hurmat qilaman deguncha kichik iznakni menga uzatdi. Xuddi Sharq Turkistonning cho'ng bir ordu mukofotiga erishgandek sharaf va minnatdorlik tuyg'usida bayroqni topshirib oldim. Hurmatli qarindishim, bugungi bu xotirani yozib qoldirish orqali men Istanbulda yashayotgan, ta hozirgacha Xitoyning mollarini boyqut qilinmayotgan, ularning bu yerlargacha kengayib yashashiga hass qo'shayotgan sizlardan so'rab baxmoqchi. Ba'say muhimmi, vijdonmi? Qalam davlatkuchi Aynur Muhammad. Ovozda Ilmchoy gruppasidan Xayrigul Qohir.